Qishloqdagi eng zo'r quruvchi deb eshitdik. Shuning uchun namozgoh loyihamizga sizni taklif qildik. Rahmat, Adoshi, rahmat. Birga ishlaymiz bu yog'iga. Sizga ishchi biriktirib qo'yganman. Etib hamma ish bilan tanishtirib chiqadi, o'rgatadi. Kim o'ylasiz, berasiz? Men shu loyiha arxitektoriman. Hay bo'lmasa ish boshlaymiz, qani mana ishchim, shogirdim. Bera keling. Zo'r loyiha ekan-a? Ha, undan tashqari loyihaning ichida maktab, bog'cha, do'konlar, undan tashqari ayollar, erkaklar uchun atdeni fitness zallar bo'ladi. Siz yoshingiz mos 70% yashil hudud bo'ladi bu yer. Zo'r loyiha. Tushundingmi? Oybek. Ginayim. Tanishgandan o'qirsanmi? Chapon qilib o'tirasan? Chap, nima u? Yo'q, mana ishdan tashqari oylikda u. Tushunyapsanmi? Armatura. Yo'q, unaqa narsalar kerak emas. Men halol ishlayman faqat. Kerak emas unaqa bu. O'zim qilamanmi deyman-da. Ha, yaxshi. Ketdik. Yuring, nariyoqlar ko'rsatay. İpi. Ha usta, qayerga ketyapsiz? Mana u yoq qo'ymoqchi edim bular. Qayerga qo'yasiz? U yerda chiqib ketish darvoza olib keling beri. Ana u yerda armak arkasida o'qiyman dedi-da. Ana tepada o'tib qo'yibdilar, qurilish bu yoqda bo'lyapti. Qayerdan keldi? Qarangchi. Siz darrov chap qilmoqchi bo'ldingiz-a? Qachon chap qilmoqchi bo'ldingiz? Darrov unaqa ishlaringiz bu yerda qilmang, tushundingizmi? Ishlasangiz halol ishlang. Endidan sizni kuzatib yurayman. Agar darrovdagi narsa olib ketmoqchi bo'lsangiz boshlig'iga kirib aytaman sizga. Tushundingizmi? Halol ishlang. Nima sen kazuelmisan? Ha, kazuelman. Beplana o'tamiz, beplana. Hozir mana bu. Hali. Chorjon. Sizda bir ish bor. Qarochi bir ish bor sizda. Qo'y. Armatura o'g'irlash kerak. Yo'q, men hozir bu ish bilan shug'ullanmayapman. Bitta chekishga berdim. Nimadir qo'yish? Chekishga 0.5 qildim, bo'ldimi? Yana nimadir qo'yish? Yarim topamidi. Men roziman. Shunday kirasizda, qo'lingizga tushgan narsani olasizda, orqangizga qarang qochishingiz kerak. Tushundingiz? Orqangizga qarang. Hech kim tuta olmasin sizni. Tutsalar lekin soladi. Tushundingizmi? Marjonaxon, uzr, bezovta qildim. Mana modern house-dan men ham uymoqchiman, o'zim qurgan uylardan. Qanday olsam bo'ladi? Problema emas. 70 oyga foizsiz, peniyasiz to'lab olishingiz mumkin yoki 100% oplata qilasiz, ikkinchi oyni biz sizga sovg'a qilib beramiz. Eng zo'ri kompaniyamiz rahbari Jamshid Mahmudovning Instagramlariga obuna bo'lasiz. Shapka profilida bioda Telegram kanalining linki bor. 7-oktyabr kuni Telegram kanalida taqdimot bo'ladi. Bu yoqda barcha obunachilarga ikkita to'liq ta'mirlangan uyni sovg'a qiladilar. Ana, shogird. Nasib bo'lsa namozgoh City baquvvat bo'ladi uylar. Nasib bo'lsa zo'r bo'lyapti. Avo. Ustalar ishlar tushuntirdingizmi? Avo, mas armak arkaslar to'y qo'yibdi ular. Zo'r qilyapti. Yaxshi bo'lmasa bu yoqda ham Hey, beraki. Hey. To'xta, nima bo'lgan? Oqay narsalar o'g'irlab qo'yibdi-ku. Qaysani narsani? Qo'y. Nangimga chora. Qara kimliging ay, kim aytsanga bu yerdan narsa o'g'irlab ketdi, ha? Qamataman san qistama, tushundingmi? Alkashda qo'y. Nima qilyapsiz buni? Turvenga ket. Turvenga ket. Qaytib kelma. Alkashda nima desam, bu ko'chada ichib yurgan odam. Men buni qayt narsa o'g'irlamayotgan aytdim agar qo'yarmaganingizda. Hay, bor ishingga qil, bor. Nangimga